Assalomu alaykum hurmatli hamyurtlar. Sizlar bilan Aqron Abduqodir Nizomov. Demak, biz navbatdagi chiqishlarimizni boshladik. Andijon viloyati Baliqchi tumani maktab va maktabgacha ta'lim tashkilotining 2023-2024-yil xaridlar masalasiga to'xtalamiz. Hozir bizni qo'limizga kelgan ma'lumotlarga qaraganda 2024-yil oktyabr oyiga davlat xaridlari amalga oshirilgan, ya'ni ta'minot masalasida guruchini 1 kilo narxi 21800 so'mdan xarid qilingan. Ya'ni 21800 so'm bitta bog'chani o'ziga 7,782,600 so'm bitta bog'chani o'ziga guruch xarid qilinyapti. Hozirgi kunda biz bozorda iste'mol qilayotgan guruchimiz o'rtacha narxi 12-16 ming so'm bo'lib turgan vaqtda nima uchun kosmический narxda xarid qilinyapti? Bundan keyin piyozni narxi e'tibor qilinglar, mana ekranlarga havola qilyapmiz. Piyozni narxi 2950 so'mdan xarid qilingan. Bu vaqtda piyozni narxi 2900, ya'ni salkam 3000 so'm emas, 1,5 ming so'mdan baholangan. Undan keyin sabzi narxi 3950 so'm. 50 so'm kam 4000 so'mga olanyapti. U vaqtda sabzining narxi bozorda 2000 so'mdan baland bo'lmagan. 17-davlatgacha ta'lim maktab muassasasida bo'lyapti bu narsa xaridi, demak umumiy xaridi piyozniki 17 million, sabzisiniki bo'lsa 28 million allaqancha so'm. Bu bitta bog'chani. 17-bog'chaniki kartoshkaning narxi 7500 so'mdan olyapti. Tasavvur qilyapsizlarmi? 7500 so'mdan bu hozirgi narx. 2023-2024larda ular olgan kartoshkaning narxi 5000 so'mdan yuqori bo'lmagan. Va aynan ular olgan kartoshkaning narxi bozorda 4000 so'mdan ham topishga imkoniyati bo'lgan. Ayni vaqtda Chinoboddagi bir bog'chamizni masalasi prokuraturada ko'rilyapti, raqamini aytmayman, o'sha vaqtda ko'rilgan. Ya'ni omborxonasiga yig'ilgan kartoshkalari chirishni boshlagan. Sababini surishtirganimizda bog'chaga me'yoridan ortiq, keragidan ortiq bo'lgan kartoshka olingan. Deylik, 10 tonna ehtiyoji bo'lsa, bog'chaga 15 tonna kartoshka olingan. Bu yerda 5 tonna ortiqcha xarajat qilishdan maqsad hisobda qolayotgan pulni qaysidir firmaga tashlash bo'lgan bo'lsa kerak. Hurmatli hamyurtlar, nima deb o'ylaysizlar? Maktabgacha ta'lim tashkilotini ta'minotchi firma bilan qandaydir atkati bo'lgan bo'lishi mumkin deb o'ylaysizmi yoki yo'qmi? Bu nizolarda qoldiramiz. Mana yana navbatdagi bog'chamiz 28-bog'cha. Bu ham 7500 so'mdan 27 million so'mlik xarid qilyapti. Bu ham me'yordan ortiqchasi bilan 21800 so'mdan guruchlar xarid qilyapti. Ya'ni bu o'sha xalq ta'limidan olingan insayderlarimizdan olgan ma'lumotlar. Xuddi shu holat bo'yicha biz Baliqchi tumani iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurash departamentiga murojaat qilib chiqqanmiz. Ular bergan javobda quyidagilarni o'qish mumkin. Ya'ni ular mana shu qilgan xaridlari bo'yicha noqonuniy oldi-sotdini amalga oshirgan. Ya'ni narxlar sun'iy tarzda ko'tarilgan va davlat byudjetiga qanchadir miqdorda ziyon yetkazilgan. Xullas, ekranimizda ko'rib turgan hujjatlar ana shu aynan biz sizlarga taqdim qilayotgan maktab va maktabgacha ta'lim tashkilotini noqonuniy xaridlar amalga oshirganligi. Ya'ni qisqacha to'xtalib o'taman. Xaridlar qanday amalga oshiriladi? Ya'ni onlayn tarzda tashkilot kerak bo'lgan mahsulotlarni onlayn tarzda qo'yiladi. Ya'ni tijoriy taklif kiritiladi. Menga deylik 10 tonna kartoshka kerak deb aytiladi. Tadbirkorlar tomonidan o'sha standartdagi mahsulotni eng arzon taklif qilgan tadbirkorni tijoriy taklifda g'olib bo'lgan hisoblanadi. Lekin bizni Baliqchi tumani maktabgacha ta'lim, maktabgacha ta'lim, ya'ni xalq ta'limimizni bo'limini boshlig'i hamda bosh buxgalterining hisob-kitobi bo'yicha eng yuqori taklif qilgan tadbirkor nimagadir g'olib bo'lgan. Demak, bu MCHimiz Ekashop Bo'ston MCH ekan. Bo'ston tumanidagi tadbirkorlarimiz ekan. Demak, mana Agrobank, ATB, Sharqon, Ho'kiz hammasi mana shu siz ko'rib turgan ilovalarda hammasi ko'rsatib o'tilgan. Demak, nima uchun tijoriy taklifda eng yuqori bergan tadbirkor g'olib bo'lyapti? Nima deb o'ylaysiz? Bu holatda ham xalq ta'limi bilan tadbirkor o'rtasida atkat bo'lgan bo'lishi mumkinmi yoki yo'qmi? Sizlarning fikringizni izohlar qismida kutib qolamiz. Bosh prokuratura Andijon viloyat Baliqchi tuman prokuraturasiga ushbu murojaatimiz holatni adolat yuzasidan o'rganib chiqib, davlatimizning g'aznasiga yetkazilgan kamomatlarni, pullari o'rniga qaytarib qo'yishinglarda sizlardan amaliy yordam so'raymiz. Bizni kuzatishda davom eting. Agar obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'lishni unutmang. Bizni yana qiziqarli mavzularimiz hali oldinda. Sog' salomat bo'linglar.